Xabaringiz bor, butun respublikamiz bo'ylab 13-apreldan 17-aprelga qadar O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida 6-Respublika kitobxonlar haftaligi tashkil etilgan. Biz ham Abu Ali ibn Sino viloyat axborot kutubxona markazi tashabbusi bilan bugun yoshlar o'rtasida so'rovnoma tashkillashtirmoqchimiz. Ko'ramiz, ular kutubxona faoliyatidan qay darajada xabardor. Agar ular savollarimizga to'g'ri javob bersalar, ularga smayliklar, noto'g'ri javob berganlarga esa flayerlarimizni taqdim etamiz. Assalomu alaykum. Oxirgi marta qaysi kitobni o'qidingiz? Amir Temur urug'lari. Oxirgi qaysi kitobni o'qidingiz? Atom odatlar. Oxirgi marta qaysi kitobni o'qidingiz? Oxirgi marta O'tkir Hoshimovning Nurbor Kisoyabor asarini o'qidim. Qaysi kitobni o'qidingiz? O'tkir Hoshimovni Tushda kechgan omadlar asarini. Abu Ali ibn Sino kutubxonasiga borganmisiz? Yo'q, bormadim. Maylik. Bizning jamoamiz nomidan sizga. Abu Ali ibn Sino kutubxonasi qayerdaligini bilasizmi? Abu Ali ibn Sino kutubxonasi Ustilepon binosi oldida. A'zo bo'lganmisiz? Ha, a'zo bo'lganman. Tashakkur. Sizga mana bu smaylikni. Abu Ali ibn Sino kutubxonasi qayerdaligini bilasizmi? Ha. Qayerda joylashgan? Shu universitetdan ozgina o'tgandan keyin. Abu Ali ibn Sino kutubxonasi qayerda joylashganini bilasizmi? Albatta, Buxoro davlat universiteti qarshisida Uztelecom kompaniyasining yonida. Sizchi kutubxonamiz a'zosimisiz? Agarda javobingiz yo'q bo'lsa, hoziroq kutubxonamizga tashrif buyuring va a'zolik guvohnomasini qo'lga kiriting va bizning eng sevimli kitobxonlarimizdan biriga aylaning.